Yig'ilmaydigan xon taxtalarda obzor qilib bering deyishibdi. Shunisi eng kichkina razmerimiz bo'ladi. 55 ga 80. Narxi hozirda do'konimizda 110 ming so'm. Undan keyingisi 60 ga 1 metr 120 ming so'm, 70 ga 110, 150 ming so'm. Shunaqa bo'lib har xil xon taxtalar bor. Endi mana bunisi 1 ga 1,5, 250 ming so'm. 110 ga 170, 320 ming so'm. 120 ga 2 metri 195 chiqadi, to'chni o'lchami. Bularning narxi 370 ming so'mdan. Har xil turdagisi bor. 130 ga 2 metri bor. 80 ga 1,5 metri bor. Bunisi 220 ming. Bu 130 ga 2 metrligi 420 ming. 90 ga 130 200 ming. Endi u orqa tarafda kattalari turibdi. 130 ga 230 520 ming so'm. O kattalari ashlar 130 ga 2,5 metr. Ularimiz 550 ming so'm. Oyoqlari baquvvat, orqalari fanerka, taxta faner deyiladi. 60 ga 1lari ham mana baquvvat qilib qilingan. Endi har xili bor. Mana shunisi 130 ga 2,5 metr. Bunisi 550 ming so'm. Qanaqa mana 1 ga 2 metr. Bunisi 350 ming so'm qilib beramiz. Qanaqa xon taxta kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bunaqangi balkonga tushadiganlari bor. 60 ga 135. 2 yon ochiq so'riga ham tushadi. Bularning narxi 180 ming so'mdan. Juda ham katta assortimentda har xil turdagisi bor. Bemalol shu raqamlarimizga aloqaga chiqaverasizlar.